Bachkanalikni, haromlikni targ'ib qilayotgan vaynerlarga emas, xalqimga yuzlanaman, xalqimdan so'raman, nima uchun sizni o'sishingizni, ilm olishingizni, zo'r bo'lishingizni xohlaydigan insonlarga emas, qayerdagidir haromni, iflos, valatizino, haromni targ'ib qiladiganlarga obuna bo'lasizlar, ularni ko'rasizlar, ularni qo'llab-quvvatlaysizlar. Tushuninglar, pastkash bo'lishlaringiz, pullaringiz bo'lmasligi, iflos bo'lishlaringiz, xor bo'lishlaringiz, Rossiyaga borib zo'r bo'lishlaringiz kimdan bog'liq? O'shalardan. Yana borib mehnat qilyapsizlar, yana o'shalarni ko'rib, kulib o'tirasizlar. O'shalar sizni ichingizdan yemiryapti-ku, o'shalar orqasidan siz zahri zaqumga botib, azobni yeb ishlayapsiz. Ertaga o'zingizning farzandlaringiz ham ilmsiz, hech narsaga yaramaydigan bo'lib, yana qul bo'lib, yana ishchi bo'lib borishadi. Men gapirsam, men kibr qilyapman, meni pulim ko'p, o'sha uchun gapiryapman. Lekin ular gapirsa, ular sizni vaqtingizni o'g'irlasa, ular sizga yo'qadigan narsani qilishsa, lekin sizni aldashsa, ular yaxshi. Men haqni aytsam, men yomon bo'lay, lekin tushunganlar uchun yaxshi bo'lay, tushunganlar uchun. Bu ifloslardan nima foyda? Onasini emsin kesin, pulini bersam pamperslarni reklama qiladi. Ayollarning tagligini reklama qilib yuribdi. Shunaqa insonlarni hurmat qilishga arziydimi? Men unaqa insonlarga tuf deyman. Onasini emsin, dunyo qo'lida bo'sh tashasin, onasini emsin. Bitta jonim bor. Rasvo haromlarni qo'llab-quvvatlaydigan xalqni bu-ku. Bunaqa xalqni nima deyish kerak? Bunaqa insonlarni nima deyish kerak? Sizlarni ko'zlaringizni ochishlaringiz uchun shuncha narsa bo'ladi. Uni telefon qiladi. Bunaqa gapirma, unaqa gapirma. Seni qamaymiz. To'xtamayman deyapman. Kim uchun? Shu xalq uchunmi? O'zini anglamaydigan xalq uchun to'xtamaymanmi?